Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi vasallamga ko'pdan ko'p salom va salovatlar bo'lsin. U zotning oila a'zolariga, sahobai ikromlariga, ansorlariga va to qiyomat kunigacha u zotga iymon keltirib, yaxshilik bilan ergashgan barcha do'stlariga salom va salovatlar bo'lsin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, birodarlar. Islom nizomi kitobidan darsliklarimizni davom ettiramiz. O'tgan mavzular haqida qisqacha bir eslab olamiz, toki o'sha mavzular bir-biriga bog'langan, markazlashgan suratda bo'lishligi uchun. O'tgan darslarimizda esinglarda bo'lsa, bu 3 ta mabdani shaxs va jamoaga qarashlari haqida bahs yuritgan edik va 3-chi mabda, ya'ni garchi u hayot maydonida o'z davlatiga ega bo'lmasa-da, lekin yer kurasining barcha joylarida mavjud bo'lgan, ya'ni shaxsiy suratda o'z hayotlariga tatbiq qilib kelayotgan va bu mabdani hayot maydonida qoyim bo'lishligi uchun harakat qilayotgan shaxslar bor. Shuning uchun bu mabda o'z davlatiga ega bo'lmasa-da, hayot maydonida mavjud va biz uni intizorlik bilan o'z davlatiga ega bo'lib, hayotda yana siyosiy islom sifatida o'z qaddini ko'tarishligini intizorlik bilan kutyapmiz va shuning uchun harakat ham qilyapmiz. Alloh taolo o'zi barchalarimizga shu davlatni tiklanganligini va bu davlatning soyasi ostida yashashlikni barchalarimizga nasib qilsin. Va o'sha o'tgan darsimizda islomda jamiyatga bergan, shaxs va jamoaga bo'lgan qarashlari haqida to'xtalgan edik. Esinglarda bo'lsa, nisbatan solishtirib tushunishlik oson bo'lishligi uchun nisbatan solishtirgan edik, ya'ni o'sha kapitalizm va sotsializm mabdasidagi shaxs va jamoalarga nisbatan islomning shaxs va jamoaga qarashlari tubdan farq qiladi. Bu narsalar haqida qisqacha eslatgan edik. Ya'ni masalan aytaylik, sotsializmda jamiyatni birinchi o'ringa qo'yib, shaxslarni ikkinchi masala o'rnida qo'yadi. Ya'ni shaxslarning haq-huquqlarini poymol bo'lishligi bo'lsa ham, boshqalarning, ya'ni shaxslarning huquqlari poymol bo'lishligini hisobiga bo'lsa ham jamiyatni birinchi o'ringa qo'yadi. Kapitalizmda esa buning aksi, shaxslarga e'tibor qaratadi. Ularga e'tibor qaratishlik oqibatida jamoaga har qanday zarar yetayotgan bo'lsa ham buni mutlaqo hisobga olmaydi, balki shaxsning barcha erkinliklarini kafolatlash kerak degan nuqtai nazardan nima qiladi? Shaxslarga e'tibor qaratadi. Jamoaga esa, ya'ni jamiyatga ikkinchi darajali masala o'rnida ko'radi. Shuning uchun shaxsga erkinlikni berib, fikr erkinligi bo'lsin, din erkinligi bo'lsin yoki mulk erkinligi bo'lsin, bu erkinliklarni berib yuboradida, natijada shaxs erkinligidan foydalangan bu shaxslar, ya'ni bir so'z bilan aytganda nafsni shunday o'z holiga tashlab qo'yadi. O'z holiga tashlab qo'yishlik oqibatida bu nafsning yomonligidan, g'ariza o'z ehtiyojlar beboshligidan insonlarda hayvoniy darajaga tushib qolishlik oqibatida boshqalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishligini qizg'i bo'lmaydi. Kapitalizmda haqiqatda ham, demokratiyada shunaqa. Shaxs erkinligidan foydalangan erkaklar gomoseksualist bo'lishligini xohlasa, ayollar lesbiyanka bo'lishligini xohlasa, ularni erkinliklarini kafolatlab beradi. Lekin bularning bu xatti harakatlari boshqa oilalarga, boshqa insonlarga salbiy ta'sir ko'rsatishligini mutlaqo hisobga olmaydi. Bu bilan jamoatchilikning fikrlarini, tuyg'ularini, xohish-istaklarini buzib yuborishiga oqibatda bir butun jamoaning hayvonlar darajasiga tushib qolishligini mutlaqo hisobga olmaydi. Lekin islomda esa bunday emas. Mutlaqo boshqacha, ya'ni shaxsga ham alohida e'tibor qaratadi, jamoaga ham alohida e'tibor qaratadi. Alloh taoloning hukmlarini agar chuqur o'rganib chiqqan har qanday, hatto u g'ayri musulmon bo'lsa ham, mana bu narsaga guvoh bo'ladiki, shariat qonunlari shaxslarni, ya'ni individual holatlarni ham hisobga olib, ularning g'ariza o'z ehtiyojlarini, talablariga alohida, ya'ni o'zlariga nisbatan bo'ladigan aloqalarga ham aralashgan bo'lib, muayyan shar'iy hukmlarni, ya'ni qonun qoidalarni joriy qilgan bo'lib va jamoaga nisbatan ham alohida shar'iy hukmlar joriy qilingan. Shuning uchun islomda
boshqa mabdalardan afzalligi, go'zalligi va ikki dunyo saodatining kafolati ekanligi ham mana shundada. Dunyoda ham, oxiratni ham kafolatlab berishlikka yaroqli bo'lgan mabda, eng to'g'ri mabda bu islom mabdasi deb aytib o'tgan edik. Shuning uchun shaxsga ham, jamoaga ham birdek e'tibor qaratadi. Birini ikkinchisidan ustun qo'ymaydi. Barcha Allohning hukmlari xuddi mana shunday qoyim bo'lganligini ko'ramiz, joriy qilinganligini ko'ramiz. Bu haqida yuqoridagi o'sha o'tgan darsimizdagi mavzuning eng oxirgi jumlalariga men sizlarga e'tiborlar qarataman. Ya'ni kemada ketayotgan hamrohlar haqidagi Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislarida shaxsga ham, jamoaga ham birdek e'tibor qaratayotganligini, ya'ni bularning o'rtasida uzviy bog'liqlik bor bo'lib, bularning o'rtasini ajratib e'tibor qaratish mumkin bo'lmagan narsa, balki ikkalasini bir-biriga bog'liq degan e'tiborda alohida ikkalasiga ham e'tibor qaratganligi mana shu hadisda o'z ifodasini topgan. Shu hadisni bir eslab mavzuni davomiga, keyingi abzasga kirishamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohning qonunlariga rioya qiladigan inson bilan ularga amal qilmaydigan kishi kemada hamroh bo'lgan bir guruh odamlarga o'xshaydilar. Ba'zilari kemaning yuqori qismidan, ba'zilari esa quyi qismidan joy oldilar. Kemaning quyidan joy olganlar suv ichmoqchi bo'lsalar, yuqoridagilarni bosib o'tar edilar. Shunda ular yuqoridagilarni bezovta qilmay shu yerdan teshib ola qolsak-chi deb qoldilar. Kemadagi hamrohlar ularni o'z holiga qo'ysalar, barcha halok bo'ladi. Agar ularni qo'lidan tutib to'xtatib qo'ya olsalar, o'zlari ham, kemadagi hamrohlarning barchasi ham najot topadi. Mana bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadisida shaxs va jamoaga jiddiy e'tibor qaratilganligini, birini ikkinchisidan ustun qo'ymayotganligini ko'rish mumkin. Ya'ni aytaylikki, o'sha kemaning quyi qismidagilar misol uchun o'ylab qolsa-da, men mana shu joyda ketyapman, mana shu joy meniki, men shu yerga pul to'laganman, bu joyda men xohlaganimdek o'tirib turaman, men bu joyda xohlaganimdek harakat qilaman, men o'zim xohlaganimdek yashab, shu kemani manzilga yetib olguncha xohlaganimdek yashayman, men o'zim xohlaganimdek qilaman bu yerda nima qilmoqchi bo'lsam desa. Misol uchun qolganlar bilan o'zining xatti harakatlarini qolganlarga qanday ta'siri bo'lishligini mutlaq hisobga olmasa, aytaylik u chanqab qoldi. Chanqagan paytda u tepaga chiqardi, kemani yuqori qismiga chiqardi, odamlarni oxlab yonidan o'tib olay deb qolganlarni bezovta qilishga majbur bo'lib chiqardi. U o'ylab qoldiki, men nima qilaman? Odamlarni bezovta qilib, undan keyin shu o'tirgan joyidan shunday teshib qo'ya qolaman-da, shu yerdan ichib, chanqamni qondirib keta olaman desa. Nima bo'ladi desa, agar u men o'zim bilganimni qilaman, men shu yerdan ham suv ichib boraman, nima qilaman, birovga yomon ko'rinib desa-da, misol uchun. Nima bo'ladi? Kema teshiladi. Kema teshilgandan keyin nima bo'ladi desa, kema cho'kadi. U o'zi ham, uning yon atrofidagilari ham, o kemaning tepa qismidagilari ham hammasi halok bo'ladi. Holbuki hammasining maqsadi sog' salomat, tinch, omon manzilga yetib olish, ya'ni dengizning narigi qirg'og'iga yetib olish kerak manziliga. Hammasining maqsadi shu. Shu maqsadda, shu niyatda kemaga chiqishgan. Endi u shunday qilmoqchi bo'lsa-yu, haligi atrofidagilari ham, kemaning yuqori qismidagilari ham shuni shu qilayotgan ishidan to'xtatib qo'ymaydigan bo'lsa, hammasi halok bo'ladi. Endi tepadagilar ham aytsaki, ha bilganingni qilmaysanmi? Echkini ham o'zini oyog'idan osadi. O'zing uchun o'yilgan, bor, nima qilsang qilaver, bizni bezovta qilma deb turib, uni tepaga chiqib, suv ichib, ularni bezovta qilishligi ularga yoqmasa, ya'ni ko'pchilik ham shunday fikrda bo'lsa, ularga yoqmayapti. Bor, ash yerda bilganingdek tirikchilik qilib ketavermaysan, nima qilsan bizga xalat qilib desa, hammasi halok bo'ladi. Shuning uchun pastdagi odam men tessam hamma halok bo'ladi deb turib, faqat o'zini emas, balki kemadagi boshqa hamrohlari haqida ham, ya'ni jamoat haqida ham, u yerda bir jamoat ketyapti. Bir manzilga yo'lga chiqqan, jamoat ketayotgan bo'lsa, haligi teshmoqchi bo'layotgan odam o'ylasaki, men agar tessam narigi yuqoridagi, ya'ni kemadagi qolganlarning ham hayoti xavf ostida qoladi-yu deb turib, ularni hayotini
saqlanib qolishligini haqida fikrlasa va tepadagilar ham o'zlarini bezovta bo'lishligiga norozi bo'lmasdan sabr qilib, uning tepaga chiqib, ularni yonidan oyog'idan oqlab qochib turing o'tib olay deyishlariga chiroyli sabr qilib sharoit yaratib bersa va bu narsaga chiroyli sabr qilsa, nima bo'ladi? Hammasi sog' omon manzilga yetib boradi. Mana bu hadisdan ko'rinib turibdiki, islom shaxs va jamoaga xuddi shunday qaraydi. Bu jamoa shunday narsaki, bir makonda jamlanib yashayotgan bu insonlar jamoasi shunday narsaki, ular bamsoli xuddinki bir jasad kabi. Ya'ni qo'l, oyoq, yurak, aql, ko'z va hokazo bir jasadning a'zolari. Mana bu jasadning har bir a'zosi o'sha bir makondagi shaxslar. Shu shaxslarning hammasi bir makonda jamlangandan keyin ular bamisol bir jasadning tashkil qilyapti. Demak, jamoaning har bir a'zosi shu jamoaning ajralmas qismlari. Ya'ni ajralmas qismlar degani shu jamoaning bir a'zosiga zarar yetishligi jamoaning zarari. Mana bunday qaraladi islomda. Shaxslarga ham xuddi shunday qaraladi. Shuning uchun islomda shaxs va jamoaga mana bunday jiddiy e'tibor berishlik bilan shaxslarni ham, jamoani ham nima qiladi? Tubanlikka, hayvonlar darajasiga tushib qolishlikdan, bir so'z bilan aytganda dunyoda bugungi biz guvoh bo'lib turgan tubanlikka, hollikka tushib qolishlikdan, oxiratda esa Allohning g'azabiga uchrab, jahannamga giriftor bo'lishligidan nima qiladi? Saqlab qolinadi. Mana shu kemadagi hadisda mana shu narsa o'z ifodasini topyapti. Endi shaxs va jamoaga mana shunday qarash, mana endi mavzu davomiga qaraydigan bo'lsak, shaxs va jamoaga bunday qarash jamiyat uchun o'ziga xos tushuncha beradi deyapti. Chunki nimaga desa, chunki jamoaning ajralmas qismlari bo'lgan haligi shaxslarda ularni bir-biriga bog'lab turadigan, hayoti uchun asos bo'ladigan, asos bo'la oladigan fikrlar bo'lishi zarur. Ya'ni o'sha kemadagidan misol qila oladigan bo'lsangiz, kemada ketayotgan odamlarda hammasida fikrlar bir xil bo'lishi kerak. Hayoti uchun asos bo'ladigan. Ya'ni ular sog' salomat manzilga yetib olishlik uchun nimani qilish kerak, nimani qilish kerak emas degan masala haqidagi fikrlari bir xil bo'lishi kerak. Shuningdek, ularda nima deydi? O'zlari ta'sirlanadigan, oldinga intilishlariga sababchi bo'ladigan bir xil tuyg'ulari ham mavjud bo'lishi zarur. Ya'ni o'sha kemani sog' salomat manzilga yetib olishligi uchun nimadan tiyilish kerak bo'lsa, hamma shu narsadan tiyilishlik kerak degan fikrlarda bir xil bo'lish kerak. Shu bilan birga o'sha kemani manzilga sog' salomat yetib borishligiga to'sqinlik qiladigan, xalaqit qiladigan, kemani halokatiga sabab bo'ladigan amallar qilish mumkin emas degan masalada ham ularning fikrlari bir xil bo'lishi kerak. Demak, kemani xavfsizligini ta'minlaydigan, uning xavfsizligiga putur yetadigan narsalar haqida fikrlar bir xil bo'lsa va shu narsalarni qilish mumkin emas. Ya'ni kemani xavfsizligiga tahdid qiladigan har qanday xatti-harakatlar mumkin emas degan narsa va kemani sog'-salomat manziliga yetib borishligi uchun qilinish kerak bo'lgan ishlarni hamma uchun bir xil shu ishlarda joriy bo'lishligidan rozi bo'lsa, hammasi, ya'ni o'sha qonun haqidagi tuyg'ulari ham bir xil bo'lsa, natijada nima bo'ladi desa, o'rtadagi aloqalar jipslashadi. Natijada nima bo'ladi? Jamiyatni tashkil qiladi. Shuning uchun insonlarda bir makonda jamlanib yashayotgan insonlarda fikrlari ham, tuyg'ulari ham va ularda fikr va tuyg'ularni jilovlab ushlab turadigan, ular ustidan tatbiq qilinadigan, ularda aloqalarni bir-birlari bilan qiladigan aloqalarni bog'lab turadigan qonunlari ham bor bo'lib, ular bir xil bo'lsa, ana shunda jamiyatni tashkil qiladi. Mana shu narsadan ko'rinib turibdiki, jamiyat fikrlar, tuyg'ular, qonunlar, ya'ni o'sha insonlar, birinchi insonlar bo'lsa, o'sha insonlardagi fikrlar, tuyg'ular va qonunlarning bir xil bo'lishligi bilan jamiyatni tashkil qiladi. Demak, jamiyatning, ya'ni islomning jamiyat haqidagi tushunchasi qanaqa ekan desa, mana shu 4 ta narsani tashkil topadi. Insonlar va ulardagi fikrlar, tuyg'ular va qonunlar bir xil bo'lishligi bilan jamiyatni tashkil qiladi. Ya'ni o'sha
o'sha ularni bir-biri bilan qiladigan aloqalarini bog'lab turadigan qonunlar haqidagi fikrlari ijobiy bo'lishi kerak. O'sha qonun haqida fikrlar bir xil bo'lishi kerak va hamma insonlardagi o'sha qonunlarga nisbatan rozilik, noroziliklari ham bir xil bo'lsa, o'z-o'zidan jamiyatni tashkil qiladi. Natijada bir makon jamlanib yashayotgan insonlardan muayyan bir jamiyat nima qiladi? Hosil bo'ladi. Insonlar aynan mana shu qonunlar bilan chegaralangan, bu qonunlardan tashqarida bo'lishligi ularning halokati hisoblanadi. Demak, islom dinida agar islomiy davlat bo'lsa, bo'lganda ham shunday bo'lgan, bugun bo'lsa ham xuddi shunday bo'ladi. Demak, insonlar hayotda shu fikrlar, tuyg'ular va qonunlar bilan chegaralanadi. Shuning uchun musulmon odamni hayotdagi har bir narsada islom bilan chegaralangan. Unda erkinlik degan narsani o'zi yo'q. Islomda demokratiya kabi fikr erkinligi, din erkinligi, shaxs erkinligi, mulk erkinligi degan hech qanday erkinlik yo'q. Islom kirgandan keyin uning barcha holatlari shariat qonunlari bilan chegaralangan. Hatto uning fikrlari ham, xohish istaklari ham, tuyg'ulari ham shariat qonunlari bilan chegaralanadi. Shu shariat qonunlaridan fikrlarida ham, tuyg'ularida ham, ya'ni norozilik, rozilik kechirmalarida ham mana bu shariat qonunlaridan tashqariga chiqishligi mumkin emas. Agar tashqariga chiqadigan bo'lsa, islomda u jinoyatchi hisoblanadi-da, natijada uni shariatdagi jazo choralari bilan, ya'ni jazo berishlik bilan uni nima qiladi? Tiyib qo'yadi. Mana shariat qonunlaridan tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlaydi. Kim bo'lsa ham islomiy davlatda, islomiy jamiyatda islomiy qonunlar bilan hammani fikrlari, tuyg'ulari jilolanadi, chegaralanadi. Bu qonunlar bilan ularning fikrlari himoya qilinadi. Mana shu jamiyatdagi ularda o'sha aloqalarni tartibga solib turgan qonunlar haqidagi fikrlarini mana shu qonunlar bilan himoya qiladi. Tuyg'ularni ham shu qonunlar bilan jilolanadi. Natijada insonlarni hayvonlar darajasiga tushib qolishlikdan saqlab qolinadi. Shuning uchun islomda hech qanday erkinlik degan narsani o'zi yo'q. Demokratiyani asoslari shu. Bilsanglar, o'sha 4 ta asoslari bor. Ya'ni fikr erkinligi, shaxs erkinligi, mulk erkinligi, din erkinligi. Islomda esa unaqa narsa yo'q. Mana misol uchun din erkinligi degan narsani islomda yo'qligi, islomni qabul qilgan odam agar kim dindan chiqadigan bo'lsa, u murtad hisoblanadi, uni hukmi qatl qilish hisoblanadi. Chunki unda dinda erkinlik degan narsa yo'q. Chunki bu din hazil hazakam, o'yin kulgi narsa yoki bir hazil mazah kabi narsa emaski, kim xohlasa kirib chiqib ketaveradigan. Kim dinni o'zgartirsa, uni qatl qilinglar, bo'yniga uringlar degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni dinda erkinlik degan narsa yo'q. Ya'ni islom qonunlari bilan uning dini ham chegaralanadi. Agar u dindan chiqib tavba qilsa, unga tek qo'yiladi. Lekin agar tavba qilmasa, uning hukmi qatl qilish bilan nima qilinadi? Jazolanadi. Shuning uchun u qatl qilinadigan, o'limga hukm qilinadigan qattiq jinoyat hisoblanadi. Dindan chiqishligi. Agar tavba qilsa qo'yib yuboriladi. Ikkinchi marta yana shunday agar dindan chiqadigan ish qiladigan bo'lsa yoki dindan chiqadigan bo'lsa, endi u tavba qilsa ham qabul qilinmaydi. Chunki bu haqida ochiq oyat bor. Ana Jazolar nizom degan kitobni ochib o'qisanglar, murtadlar bo'limi bor. O'shanda o'sha qaysi oyat bilan bu ikkinchi marta tavba qilsa ham uni kechirilmasligi, Ali roziyallohu anhu xuddi shunday qilgan davrda, xalifalik davrida o'sha bir dindan qaytgan odamni tavba qilgan paytda sen ikkinchi marta yana dindan chiqibsan, men bir marta sen tavba qilgansan, yana tavba qilmagansan deb uni o'limga hukm qiladi. Chunki bu haqida ochiq oyat bor-da. Shu oyatdan kelib turib mana shundoq. Uning ikkinchi marta qilingan tavbasi qabul qilinmaydi. Shuningdek, islomda shaxs erkinligi degan narsa ham yo'q. Masalan, men xohlaganimdek g'arizamni qondiraman deb, u xohlagandek navg'arizasini qondirishlikka hech qanday shariatda yo'l yo'q. Agar u zino qiladigan bo'lsa, agar bo'ydoq bo'lsa, 100 dara urishlik bilan yoki agar nikohida ayoli bor bo'lgan yoki boshida eri bor bo'lgan, birovning nikohida bo'lgan bir ayol agar, ya'ni bo'ydoq bo'lmagan ayol yoki erkak agar zino qiladigan bo'lsa, uni toshvoran qilib qatl qilishlik bilan nima qiladi? Uni shafqatsiz jazolaydi.
Shuning uchun ham u shafqatsiz jazolanadigan jinoyatga sabab bo'ladigan amal deb qaraladi. Zinokorlikda. Ichkilik bo'ladimi? Mana shunaqa. Demak, shaxs erkinligi degan narsa yo'q. Mana bu hukmlar, ya'ni Alloh taolo aytadiki, shu Nur surasining 2-oyatida zino qilganlar har ikkisini jazolanayotganini bir guruh mo'minlar ko'rib turibdilar deyapti. Agar bo'ydoq bo'lmasa, uni qatl qilishligi, ya'ni toshbo'ron qilib qatl qilinadi. Agar bo'ydoq bo'lsa, 100 dara uriladi. O'lsa o'ldi, qolsa qoldi. Ya'ni shaxsda erkinlik degan narsa yo'q. Xuddi shuningdek iqtisod sohasida ham, iqtisod erkinligi ham, mulk orttirish masalasida ham iqtisod erkinligi deb turib, xohlagandek pul topishlikka ruxsat berilmaydi. Shariat qonunlari bilan chegaralangan. Agar kim o'zim xohlaganda pul topaman desa, masalan aytaylik, o'g'irlik yoki sudxo'rlik bilan, yo tovlamachilik bilan yoki qimor bilan, mana kazinolarda ochib qo'ygan bugungi kunda misolan demokratik jamiyatlar, chunki mulk erkinligi bor-da. Islomda unaqa narsa yo'q. Islomda iqtisod sohasi ham shariat qonunlari bilan chegaralangan. Islomda mulk orttirishlikni 5 ta sababga cheklab qo'ygan. Ya'ni mulk orttirishlikning 5 ta yo'li bor. Yana boshqa sabablari ham bor. Masalan, mulk orttirishlikda juda ko'p sabablar bor. Islom 5 tasiga cheklagan. 6-chi, 7-chi, 10-chilari ham bor, lekin Alloh taolo ularni harom qilgan. Masalan, o'g'irlik, tovlamachilik, qimorbozlik, yana va hokazo va hokazo. Endi o'sha 5 tasi qaysi desa, mehnat, meros, topilma, hadiya, zakot. Mana shulardan kelgan mulk shar'an sizning mulkingiz hisoblanadi, uning tasarrufi siz ixtiyorida bo'ladi. Undan boshqacha yo'llar bilan siz qo'lingizga yetib kelgan mulk siz uchun halol hisoblanmaydi. U siz mulkingiz deb e'tibor qilinmaydi. U siz rizqingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni u men rizqim deb olib yurgan bo'lishi mumkin, lekin shariat uni sening mulking, ya'ni sen unga egalik qilasan, sen uni xohlagan tasarruf qilishligini senga halol deb ruxsat bermaydi. Dunyoda siz uni bekitib o'lib ketgan bo'lsangiz, qiyomat kuni mana bu narsadan siz hisob berib uni egasiga qaytarasiz. Agar dunyoda agar u fosh bo'ladigan bo'lsa, isbot topilsa, misol mabodo o'g'irlik qilasiz. Sizni qo'lingiz kesib, agar o'sha shartlariga tushsa, tiyib qo'yadi. Yo agar bekitib ketgan bo'lsangiz ham, birovga bildirmay u yop-yop bo'lib ketsa ham, u qiyomatda albatta o'z jazosiga nima bo'ladi? Loyiq inson sifatida albatta uni egasiga qaytarib olib beriladi u. Ya'ni uni mulk emas-da u. Shuning uchun aynan islomda mulk deganda uni ta'rifi bor. Ya'ni xususiy mulkni ayni mavjud narsalardan foydalanishga shoriy, ya'ni shariat egasi Alloh tomonidan berilgan ruxsat deb ta'rif beriladi. Demak, qachon bizni qo'limizga kelayotgan mulk shar'an bizning mulkimiz bo'ladi? Qachonki Alloh taolo ruxsat berib qo'ygan yo'l bilan, ya'ni Alloh ruxsat berib qo'ygan sabablar bilan bizga yetib qo'limizga kelgan narsa bo'lsagina mulk hisoblanadi. Undan tashqaridan kirib kelgan narsa jinoyatga sabab bo'ladi. O'g'irlik bo'lsa ham, sudxo'rlik bo'lsa ham, qimorbozlik bo'lsa ham. Bir so'z bilan aytganda, mulk erkinligi degan narsa ham shariatda yo'q narsa. Demak, mana bu mulk erkinlik degan narsadan chiqishlikka o'sha yuqorida aytganimdek o'g'irlik bo'ladimi, bosqinchilik bo'ladimi va hokazo. Bu narsalarning hammasi, ya'ni o'sha 5 ta sabablardan tashqari 6-chi, 8-chi, 10-chi sabablar jinoyat bo'lib, bu jinoyat turlariga qarab jazolar ham har xil bo'ladi. Masalan, bugungi kunda demokratik jamiyatda aytaylik, ularning nazdidagi jinoyatlarga beriladigan jazo bir xil, to'g'rimi? O'g'irlik qilgan ham, misol uchun agar shikoyat qilsa, shikoyat bo'lmasa jazo ham bo'lmaydi o'zi. Agar o'g'irlik qilib bir shikoyat qilsa, u isbot topilsa, yoki birovni erkinliklariga tajovuz qilishlik jinoyatlarini qaysi turdagisi bo'lishidan qat'iy nazar bir xil jazo. Ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Misol, lekin islomda unaqa emas. Islomda jinoyat turlariga qarab unga beriladigan jazolar ham har xil bo'ladi. Demak, mana bu narsalardan ko'rinib turibdiki, jamiyat, ya'ni bir makanda jamlanib yashayotgan insonlar jamoasini hayvoniylik darajasiga tushib qolishligidan saqlab qolishlik uchun, ya'ni mana bu jazo choralarini, jazo uqubat choralari bejiz belgilanmagan. Jazo uqubat choralari islom nizomida, islom mabdasida tayin qilingan jazolar bu insonlarni tahqirlash uchun yoki xorlash uchun emas, balki ularni hayvonlar darajasiga tushib qolishlikdan saqlab qolish uchun. Mana bu shariat qonunlarining tatbiqining natijasida biz guvoh bo'lamizki, shaxs va jamoani bir butun saqlab qolishga xizmat qilayotganligini guvoh bo'lamiz. Shuning uchun hattoki bir inson o'g'irlikni xohlab tursa ham qo'lini kesilishligidan qo'rqib mana shu o'g'irlikni qilmaydi. U
Allohdan qo'rqib emas, mana bu qo'lini kesilishligidan qo'rqib shu o'g'irlikni qilmayotgan bo'lsa, unga shu o'g'irlik gunoh yozilmaydi. Qiyomat kunida u sen mendan emas, qo'ling kesilishligidan qo'rqib o'g'irlikdan tiyilding deb turib o'g'irlik aybi bilan unga jahannam olovini bermaydi Alloh taolo. Qachon shu o'g'irlikni qilsa unga jinoyat bo'ladi va u gunoh yoziladi. Agar shar'iy jazo bilan jazolanmasa, gunohiga kaforat bo'lmaydi. Bir nafsi g'olib kel bir inson o'g'irlik qilib qo'lini kesilish sabab bo'ladigan miqdordagi o'sha shartlariga javob beradigan o'g'irlikni qilib qo'ysa, agar u shar'iy jazo bo'lgan qo'lini kesib jazolansa, uni o'sha gunohiga kaforat bo'lib qiyomat kuni u qilgan o'g'irlik uchun javob bermaydi. Zino masalasida ham shunaqa. Esinglarda bo'lsa o'sha bir hadisda keladi-yu, bir ayol zino qilib qo'yib, "Ya Rasululloh, men zino qildim" deganda 3 marta, 4 marta so'raydi, ya'ni 4 marta 4 ta guvoh bo'lish kerak. 4 marta qayta so'rashligi bilan o'zini 4 marta guvohlik berishlikka nima qiladi? Majbur qiladigan savollarni beradi. Balkim ushlagandirsan, balkim o'pgandirsan, balkim quchoqlagandirsan degan narsalar aytganda yo'q deydi. Guvohing bormi desa, 4-marta so'ragan, "Ha, homiladorman" deydi. Tug'ib keldi. Tug'ib kelgandan keyin haqqini ado qil deydi. 2 yildan keyin kelib, "Mana yebchadigan bo'lib qoldi, haqqini ado qildim" dedi. Keyin toshvorang qilib qatl qilishga hukm qiladi. O'shanda o'sha ayolni jannatiy ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat qiladi. Esinglarda bo'lsa. O'g'irlik masalan ham shunaqa. Shuning uchun bugungi kundagi demokratik jamiyatda yashayotgan qancha musulmonlar Allohning hukmlarini tatbiq bo'lmayotganligi, Allohning nizomidan yashamayotganligi oqibatida qancha insonlar bir qaysidir bir jinoyatlar qilib 5 yillab, 10 yillab bu dunyosidan ham mahrum bo'lyapti. Ertaga bu jinoyatlari gunohiga kaforat bo'lmaydi u qamoq jazosi bilan. Ertaga qiyomat kuni Allohning oldida yana o'sha qilgan gunohi uchun javob beradi. Na dunyoda huzur halovat bor, na oxiratda ular uchun bir rohat bor. Shuning uchun biz aytamizki, bu islom nizomi, Allohning hukmlari ikki dunyo saodatining kafolati. Nafsiga olib kelib bir gunoh qilib qo'ysa ham, u shar'iy jazoga shoshiladi musulmon odam. Nimaga desa, gunohimdan poklanib Robbim oldiga boradi. Chunki u hayot abadiy. Bu yerda o'lim degan narsa yo'q. Jahannamda o'lim ham yashash ham yo'qligini bilgan har qanday musulmon odam birinchidan harom ishga yaqinlashmaydi. Hatto hayolda ham zino qilmaydi. Mabodo nafsiga olib kelib qo'ysa ham yugurib boradi qo'zni oldiga. Tez meni jazolang. Shu shar'iy jazo olmasdan jon taslim qilib qo'ymayin, Alloh taolaga poklanib borayin deb. Shuning uchun tarixdan biz bilamiz, o'sha hatto o'lim, qatl qilishga sabab bo'ladigan jinoyat qilib qo'ygan bo'lsa ham shu qatlga yugurib kelgan Allohning hukmiga. Ya Rasululloh, meni poklang deb. Bugungi kunda mana shu qonunlar yo'qligidan qancha insonlar johiliyatda o'lim topib ketyapti. Musulmonman deb turgan bo'lsa ham. Qancha insonlar harom haloldan yiroqda yashayapti. Allohning hukmlari tatbiq bo'lmagan oqibatida. Shuning uchun ham insonlar jamoasini va u jamoaning a'zolaridan iborat bo'lgan har bir shaxsni va jamoani hayvonlar darajasiga tushib qolishlikdan, oxirida jahannamga giriftor bo'lishlikdan saqlab qoladigan shariat qonunlarini ular ustidan tatbiq qiladigan davlatning bo'lishi shuning uchun ham zarur. Mana nima uchun davlat kerak? Ba'zilar aytadiki, senlarning maqsading hokimiyat, senlar faqat hokimiyat gapirishasan, sizlarga xalifalik bo'lsa bo'ldi, undan boshqa narsani bilmaysan deydi. Ba'zilar noto'g'ri tushunadi-da, ya'ni hokimiyat kerak, davlat kerak desangiz noto'g'ri tushunadi. Mana shu davlat bo'lmasa, qiyomatgacha bo'lsa, qiyomatgacha shariy hukmlar tatbiq bo'lib, mana bu insonlar, ya'ni musulmonlar, xossatan islom ummati gunohlardan poklanib Alloh taologa borish imkoniyatiga ega bo'la olmaydi. Chunki kim uni hozir men zino qilib qo'ydim, meni poklang deb turib sudyaning oldiga borsa, u qatl jazosini qilib beradi. Masalan, O'zbekistonda aytaylik. O'zbekistonda o'lim jazosini o'zi yo'q. To'g'rimi? Qanaqa qilib uni qo'lini kesib beradi? Qo'lini kes desangiz ham kesmaydi u sudya. Nimaga desa, chunki bizning davlatimiz diniy davlat emas, dunyoviy davlat deydi. Natijada nima bo'lsa, uni gunohiga kaforat bo'lmaydi u narsa. Qamoq qo'ysa 5-10 yil. Shuning uchun ham shaxs va jamoani bu dunyo hayotida tubanlikdan, xorlikdan va oxirida jahannam azobidan saqlab qolishlik uchun shariat qonunlari ular ustidan tatbiq qilish kerak, islom nizom tatbiq qilish kerak. Buning uchun albatta davlat bo'lishi kerak. Alloh taolo o'zi nasib qilsin barchalarimizga mana shu davlatni qoyim bo'lishligini, shu davlat soyasida yashashlikni barchalarimizga nasib qilsin. Endi mana shu davlat bo'lishligi bilan hamma odamlar o'zidagi taqvo talabidan kelib chiqib islom nizom bilan hamma bir xilda yashayvermaydi. Nimaga desa, chunki bu davlat tatbiq qiladigan bu mabdani, ya'ni islom mabdasini qabul qilgan har qanday shaxslar borki, hammasi ham bir xilda taqvo talabidan kelib chiqib, nima deydi, yashaydigan bo'lmaydi.
Nimaga desa, kimlardadir shunaqa bir jinoyatlarga moyillik bo'lgan insonlar ham bo'ladi. Shuning uchun ham ularni mana bu jinoyatlardan saqlab turadigan mana bu jazo choralari kerak. Uni tatbiq qiladigan albatta kuch va saltanat, ya'ni hokimiyat, davlat zarur bo'ladi. Endi mabdani qabul qilgan odamlarda deyapti, ayni shu mabdani ta'siri bo'lishi darkor, toki amal qilish talab qilinayotgan qonunlarga rioya qilish shaxslarning o'zidan tabiiy kelib chiqsin. Shu holatda mabdaning o'zi shaxslarni qonunlar doirasida ushlab tura oladi va ularni har xil jinoyatlardan saqlay oladi. Haqiqatda ham shunaqa. Agar davlat tatbiq qilayotgan mana bu islom mabdasi odamlarni o'z qonunlar doirasida ushlab turishlik uchun, albatta bu mabdani qabul qilgan bu odamlarda o'sha mabdaning kuchli ta'siri bo'lishi kerak. Qachon ta'siri bo'ladi desa, qachonki davlat amalda tuzum tatbiq qilsagina ta'siri bo'ladi. Bugungi kunda shu davlat tomonidan islom mabdasi tatbiq qilinmayotganligi uchun nafaqat kofirlarga, hatto musulmonlarga ham ta'sir bo'lmayapti. Kimdir xohlasa o'qiyapti namozni, xohlasa o'qimayapti. Tasavvur qiling mana. Kim xohlasa zino qilyapti, xohlasa qilmayapti. Xohlasa sutxo'rlik qilyapti, xohlasa qilmayapti. Lekin Alloh harom degan narsani bilib turibdi. Sutxo'rlik to'g'ri harom, lekin nima qilasan e'tibor qilyapti. Xudodan qo'rqish degan narsa bo'lmayapti. Ya'ni islomni ta'siri bo'lmayapti. Agar islom tuzum sifatida tatbiq qilingan deydi, o'g'irlik qilayotgan odam qo'lini kesib, jazolab tiyib qo'yganda qolganlar mana bu narsani ko'ra o'z-o'zidan nima qilardi? Haligi jazo choralariga taalluq bo'lgan Allohning hukmi ular ustidan tatbiq qilinsa, u ham islomda, to'g'rimi? Islom degan faqat ibodat emas-ku, namoz, ro'za emas-ku, to'g'rimi? Ana shu qo'lini kes deyotgan buyruq ham islom. Bu ham islomdagi bitta hukm. Mana shu hukmning amalda tatbiq bo'lishligi bilan keyin islomning ta'siri bo'ladi. Shuning uchun mabdani qabul qilgan odamlarda bu mabdaning kuchli ta'siri bo'lishi kerak. Shunda deyapti, bu mabda o'zining qonunlar doirasida insonlar ushlab tura oladi. Bu qachon sodir bo'ladi desa, qachonki davlat tuzumni amalda tatbiq qilib ko'rsatib bersa, inakin ta'siri bo'ladi. Bugungi kunda shu narsa bo'lmaganligi uchun nima bo'lyapti? Nafaqat u kofirlar, musulmonlar o'zi ham islomdan ta'sirlanmayapti. Namozni o'qimayapti. Yo'q, qachon namoz o'qiysiz? Xudo xolasa o'qirman deyapti. Bu namozni o'qimaslik, namozga beparvo bo'lishligi haqida Allohdan oyat bor, ochiq. O'zingizlar bilasizlar, to'g'rimi? Ma'nosida keladi-yu. Namozga befarq bo'lgan namoz qiladi, holiga vayl bo'lsin. Mana bu narsani aytsangiz, badanindagi bitta tukan qimirlab qo'ymayapti. Ya'ni qo'rqmayapti Allohdan. Bu Allohni umuman mensimayapti. Allohni mensimasligi nimada ko'rinadi? Uning buyruqlariga rioya qilmayotganligida ko'rinadi. Mana bunda Allohning hukmlarini unga ta'siri bo'lmayapti. Ta'sir bo'lmayotganligining sababi ana shu tuzum ularning amalda tatbiq bo'lmayotganligi uchun ta'sir bo'lmayapti. Shuning uchun davlat bo'lishi zarur deymiz biz. Nimaga desa, keyin mana bu mabdani ularga kuchli ta'siri bo'ladi. Shundagina ular mana shu shariat qonunlar doirasidan tashqariga chiqib keta olmaydi. Chiqib ketaman desa, chiqib ketib zino qilaman desa, toshbo'ron qilib qatl qilinadi. Agar ayoli bor bo'lgan yoki boshqa eri bor bo'lgan odam bo'lsa, o'z-o'zidan islomning ta'siri kuchli bo'ladi. Kofirlar ham musulmonlar bilan ham islom dini bilan hisoblashadi. Bugungi kunda na islom bilan, ya'ni na Alloh bilan, uning dini bilan, na rasuli bilan, na musulmonlar bilan hisoblashmayapti kofirlar. G'azo misolida ko'rishingiz mumkin, Sharqiy Turkiston misolida ko'rishingiz mumkin. Musulmonning qoni eng arzon, Coca-Colaning ham narxidan arzon bo'lgan narx bo'lib qoldi. Mana G'azo xalqining misolida ko'rishingiz mumkin. Kofirlar xohlagan ishini qilyapti musulmonlar ustida. Islom dinidan zarracha ta'sirlanmayapti, qo'rqmayapti, ham hisoblashmayapti ham. Avvallari shunaqa bo'lganmidi, shunaqa bo'lmagan. Abdulhamidxon nima dedi? Bir qarch yerini ham bermayman bu Falastinni. deb turib, yo'qol deb baqirib so'kib haydab yuborganda ham indamasdan chiqib ketgan. Bir og'iz tishini ham ko'rsata olmagan halida, g'azabini ham ko'rsata olmagan. Xalifalarga. Bu kofirlar, ularning elchilari egilib chiqib ketgan. Tishini oqini ham ko'rsata olmagan. U doshini baland qilib bitta raketa otish yo'q tursin, misol. Bir qancha urushlar bo'lib o'tgan bo'lsa ham tarixda aksariyat kamdan-kam holatlarda bir vaqtinchalik bir mag'lub bo'lib keyin yana g'olib bo'lmagan bo'lsa, umumiylikda islom diniga nisbatan, uning hukmdorlari, xalifalariga nisbatan chinoqni ko'rsata olmagan. Islomning ta'siri shu darajada yer sharida kuchli bo'lganki, butun dunyo xalqlarining zehnida, xosatan Yevropa xalqlari zehnida musulmonlar hech qachon yengilmaydi degan mana bu fikr 100 yillab zehnni tark qilgan. Shu fikrdan, shu tasavvurdan kelib chiqib musulmonlar bilan muomala qilgan. Afsuski, bugungi kunda kofirlarga emas, musulmonlarga o'ziga ham bu mabdaning ta'siri bo'lmayapti. Shuning uchun ham bu mabda ularni qonunlar doirasida ushlab tura olmayapti.
ta'siri bo'lishi kerak. Qachon bo'ladi desa, amalda tuzum tatbiq qilinsa ta'siri bo'ladi. Shundagina bu mabda'larni har xil jinoyatlardan saqlaydi. Natija nima bo'ladi desa, Alloh taoliga salomat borishligiga nima bo'ladi? Sharoit, imkoniyat paydo bo'ladi. Davlat esa faqat qonunlarni ijro etuvchi jihozga aylanadi. Shuning uchun ham xo'jayinlik faqat shariatnikidir. Na davlatning va na ummatning huquqi emas. Garchi hukm yuritish ummatning huquqi, uning namoyon bo'lishi esa davlatda ko'rinsa ham. Bundan kelib chiqadiki, tuzumni ijro qilishning yo'li davlatdir. Undan boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun ham davlat asosiy maqsad emas, g'oya ham emas. Davlat islomda bitta shar'iy hukm bo'lib, insonlarni turli jinoyatlardan saqlab turadigan shariat qonunlarini shu shaxs va jamoaning ustidan tatbiq qiluvchi bitta jihoz xolos. U kapitalizm mabdasidagiga o'xshab xo'jayinlikni shaxsga berib qo'yib, davlat yoki jamoa ikkinchi, uchinchi darajali masala bo'lib qolmaydi. Yoki sotsializmnikiga o'xshab jamiyat va davlat birinchi darajali masala bo'lib, davlat muqaddas tushuncha bo'lib, shaxslar hech qanday rol o'ynamaydigan, hech qanday nima deydilar, o'rni yo'q. Jamiyatda shaxs degan narsa hech qanday bir o'rni yo'q, qiymati yo'q. Jamoa, jamiyat va davlat birinchi o'rinda turadi sotsializmda. Xuddi shuni singari islomda unaqa emas. Chunki sotsializm shunaqa deb qaraydi, jamiyat birinchi o'rinda, davlat birinchi o'rinda turadi. Ya'ni davlat, xo'jayinlik davlatniki, u davlat muqaddas tushuncha degani, davlat nimani halol desa halol, nimani harom desa halol deganida, u bir so'zla aytganda. Davlat nimani to'g'ri desa shu to'g'ri, nimani noto'g'ri desa noto'g'ri. Shaxslarda fikrlari, tajribalari, ulardagi haligi mutafakkirlarning fikr va nimalari, xulosalari, muayyan bir sohalardagi bir xulosalari muhim o'rin egallamaydi, hech qanday qiymati bo'lmaydi. Aytaylik, bir inson bir sohaning olimi, mutaxassis bo'lib, bir ixtirochi olim bo'lib ketadigan bo'lsa va unga u boshqa odamlarga qaraganda unga ko'proq oylik berish kerak bo'ladi. Kapitalizm shunaqa-ku, to'g'rimi? Chunki mutaxassisda. Endi unga agar biz deydi, sotsializmda shunaqada, agar biz unga ko'proq oylik beradigan bo'lsak, u nima bo'ladi? Qolganlarga nisbatan u boy bo'lib ketadi. Natijada hammaga shunaqa qiladigan bo'lsak, jamiyatda kapitalistlar paydo bo'lib ketadi. Bunda mana bu qolgan insonlarchi desa, qolgan insonlar inson emasmi deb turib, yo'q, bizda hamma bir xil bo'lish kerak deb turib, u kapitalistlar paydo bo'ladi deb turib, biz kapitalistik iqtisod tuzumiga qarshimiz. Bu insonlarda halokati bu deb turib, hamma bir xil bo'lish kerak deb turib, uni haq-huquqlarini shunday poymol qilaveradi. Unga alohida e'tibor berib, uni rag'batlantirib, uni oila bilan ta'minlab, uni o'sha sohadagi tajribalari yoki bir ixtirolarini birinchi o'ringa qo'yib, mana shu sohani rivojlantirishlikda haligi insonga alohida e'tibor bermaydi. Hamma bilan bir xil bo'lasan deydi. Islomda-chi esa unaqa emas. Islomda na xo'jayinlik shaxsniki ham emas, davlatniki ham emas, balki shariatniki bo'lib qoladi. Shariat nimani to'g'ri desa to'g'ri bo'ladi. Jamiyatda shariat nimani noto'g'ri desa noto'g'ri bo'ladi. Nimani qilish kerak desa qilinadi. Davlat ham qiladi, shu uchun shaxs va jamoa ham qiladi. Nimani qilish kerak emas, mumkin emas bo'lsa, shariatda nima taqiqlangan bo'lsa, davlat ham qilmaydi, o'shda shaxs va jamoa ham qilmaydi. Shuning uchun davlat kapitalistik mabdadagi kabi vosita emas, har kim bundan foydalanib ketaveradigan. Kapitalistlar o'zini shaxsiy manfaati uchun davlatdan foydalanadi. Hattoki parlamentdagilar ham shu kapitalistlar manfaatiga qonun chiqarib beradi. Islomda unaqa emas. Islomda xo'jayinlik, ya'ni boshqaruv, siyodat. Davlatniki ham emas, shaxsniki ham emas, balki shariatniki bo'lib qoladi. Ya'ni islom mabdasiniki bo'lib qoladi. Davlatniki bo'lsa sotsializm bo'lib qoladi. Shaxslarniki bo'lsa kapitalizm bo'lib qoladi. Unaqa emas. Bunga bitta misol tarqasa oladigan bo'lsak, bir o'z qavmida hurmat e'tiborli bo'lgan bir ayolni o'g'irlik qilganligi haqida ma'lumotda aka shu ayol tutib kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Qo'lni kesishga hukm qiluvdi. Sahobalar o'rtaga tusha olmasdan eng bir erkatoy bo'lgan haligi bahvogan o'g'li bo'ladi-ku, Zayd ibn Horisa, shuni o'g'li bo'ladi. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu. Hamma ruxsat so'rab kiradigan Rasulullohning uyiga o'sha inson ruxsat so'ramay kiradigan bir erkatoy bo'ladi. Shu sahobani kirgizishadi, sen kirib aytgan Rasulullohga shu bir yo'lini qilaylik deganda yuzlari qizarib nima deydi shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Holbuki Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda davlat raisi edi. Ya'ni shariat qonunlarini shu jamoani ustidan tatbiq qilayotgan davlat raisi edi. Nima dedi o'shanda? Qizim Fatima o'g'illik qilsa ham qo'lini kesardim dedi. Nimaga desa qo'lini kesishlik haqidagi hukm shariatning hukmida.
U davlatning ham shaxslarda o'ylab topgan hukmi ham emasda. Majlis so'rov o'ylab topgan qonun emasda u, balki Alloh tomonidan nozil qilingan shariat hukmi. Shariat hukmining oldida hatto davlatning raisi ham nima qilyapti? Chekina olmayapti. Hatto shu shariatni olib kelgan zotning o'zi ham qizim Fatima o'g'li qo'lini kesardim deyishligi bilan xo'jayinlik shariatning ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Shaxsga emas. Shuning uchun xo'jayinlik faqat nima qoladi? Shaxs. Shuning uchun islomda davlat qonunlarni ijro qiladigan bitta apparat, ya'ni jihozga aylanadi. Shuning uchun xo'jayinlik faqat shariatniki. Demak, davlat kapitalistik mabdadagi o'xshab vosita ham emas yoki muqaddas tushuncha emas, balki u bitta shar'iy hukm. Ya'ni namoz bitta shar'iy hukm bo'lgani kabi islomda bitta davlatning bo'lgan bitta shar'iy hukm, tamom. Boshqa shar'iy hukmlarga bitta shar'iy hukm. Undan boshqa narsa emas. Shuning uchun xo'jayinlik shariatning bo'lib qolaveradi. Garchi hukm yuritish ummatning huquqi bo'lib, uning namoyon bo'lishi esa davlatda ko'rinsa ham. Ya'ni hukm yuritish ummatning huquqi degani ana o'sha shariat qonunlarini Alloh taolo musulmonlarga davlat miqyosida tatbiq qilishlik huquqini bergan. Nasroniy va yahudiylar haqqi yo'q shariat tatbiq qilishga. Musulmonlarning huquqi bor. Musulmonlarning haqqi bor shariat qonunlarini tatbiq qilishga. Davlat apparaturasi yordamida. Mana shunday ma'noda aytilyapti bu yerda. Hukm yuritish huquqi ummatniki va uning namoyon bo'lishi davlatda ko'rinsa ham. Ya'ni ummatning huquqi degani Alloh taolo o'zining ilohiy shariat qonunlarini, o'zi Muhammad alayhisolamga nozil qilgan bu shariat qonunlarini insonlar ustidan tatbiq qilishlik huquqini musulmonlarga bergan. Yahudi va nasroniylarga bermagan. Shuning uchun hukm ishlarida, ya'ni islomiy davlatda hukm ishlarida hokim, vali, qozi bo'lib ishlaydigan joylarda hukm ishlarida g'ayri musulmonlar ishlashligi harom. Xalifani ham kofirdan bo'lishligi harom. Qozini ham, hokimni ham, ya'ni valiyni ham, omillarni ham, vazirlarni ham, ya'ni hukmga aloqador o'rinlarda musulmon bo'lmagan odam o'tirishligi, ayol kishining o'tirishligi qat'iy harom, joiz emas. Shuning uchun Allohning hukmlarini insonlar ustidan tatbiq qilishlik shariat faqat, ya'ni Alloh taolo musulmonlarga haq qilib bergan. Musulmonlarga huquqi. Bu huquqdan faqat musulmonlar foydalanadi. Na yahudi va nasroniylar foydalanadi. Bitta xalifa musulmon bo'lib, uni bitta o'ng qo'li yo chap qo'li, ya'ni vaziri, bitta muovini kofir bo'lsa ham bo'laveradi. Mumkin emas bunaqa narsa. Hukm ishlarida mutlaqo joiz emas. U musulmonlarning huquqi. Chunki bu haqida o'zingizlar bilasizlar, shunaqa ochiq oyat bor, ma'nosida keladi-yu. Alloh hargiz kofirlar uchun mu'minlar ustiga yo'l bermagan. Shuning uchun bu davlatda ko'rinsa ham musulmonlarning huquqi. G'ayri musulmon odamni hukm tatbiq qilishga haqqi yo'q. Alloh taolo bu huquqni bermagan. Bu harom shar'an. Bundan kelib chiqadiki, tuzumni ijro qilishning yo'li davlatdir. Demak, tuzumni ijro qilishlikning yagona tariqati, ya'ni Alloh taolo o'zi ko'rsatgan yo'l davlat. Ya'ni Alloh taolo musulmonlarga davlat orqali, ya'ni kuch va saltanat bilan tuzum tatbiq qilishlikka buyurgan. Shu yo'lni Rasululloh ko'rsatib berdi. Alloh aytganini Rasul ko'rsatib berdi. Shuning uchun ham shariat qonunlarini hayotda tatbiq qilishlikni yo'li, ya'ni tariqati davlat. Davlatsiz islom nizomi tatbiq bo'lmaydi. Buning iloji yo'q. Islom qonunlari bilan, shariat qonunlari bilan hayotda yashashlikda Alloh qat'iy talab qilganmi? To'g'rimi? Ular o'rtasida Alloh nozil qilgan narsa bilan, ya'ni din bilan hukm qiling, ularning havoyi nafslariga ergashmang deyapti Alloh taolo. Yoki hukm faqat Allohniki deyapti, to'g'rimi? Demak, musulmonlarga Allohning qonunlarini yashashlikda Alloh taolo qat'iy talabini qo'ygan bo'lsa, bu davlatsiz mumkin bo'lmagan ish bu. Demak, vojib nima bilan ado bo'lsa, o'sha ish ham vojib degan qoidadan ko'ra, demak, shariatni tatbiq qilishlik qanchalik zarur bo'lsa, uni tatbiq qiladigan davlat, buni boshqa yo'li yo'q. Demak, davlatning ham bo'lishligi nima? O'z-o'zidan farz hisoblanadi. Shuning uchun davlat bitta shar'iy hukm hisoblanadi. Ana endi davlat insonlarni ustidan tuzumni ijro qilar ekan, endi ijro qilish jarayoniga keladigan bo'lsak, albatta davlat, ya'ni xalifa tuzum tatbiq qilishlik uchun albatta uning tayanchi bo'lishi kerak. Har bir mabdada shunaqa. Kapitalizmda ham tuzum tatbiq qilishlik tayanchlari bor. Sotsializmda ham tuzum tatbiq qilish tayanchlari bor.
Xuddi shunisiga islomda ham tuzumni tatbiq qilish tayanchlari bor. Agar bu tayanch bo'lmaydigan bo'lsa, bu tuzum tatbiqiga nisbatan hech kim mensimaydi. Misol uchun o'g'irlik qilma, zino qilma desa. Lekin bir odam qilib qo'ysa, uni jazolayman deb turib, uni tutib olib kelib jazolayman deydigan bo'lsa, davlat bilan hech kim hisoblashmaydi. Shuning uchun ham tuzum tatbiq qilayotganda o'ziga yarasha tayanchlari bo'lishi kerak. Mana bu tuzum tatbiq qilish tayanchlari islom mabdasi bo'yicha, ya'ni islom nizomida nimalardan iborat? Nimalarga tayangan holda tuzumni davlat tatbiq qiladi? Buni shariatda qanday bayon qilingan? Mana bu narsalar haqida inshaalloh nasib qilsa keyingi seshanba kunida, xuddi mana shu Toshkent vaqtida 23:00 da mana shu kanalimizda Alloh nasib qilsa tuzumni, ya'ni islomda tuzumni tatbiq qilish tayanchlari haqida bahs yuritamiz. Bu narsa nima uchun kerak? Biz nima uchun buni bilishimiz kerak desa, har bir fuqaro, musulmon bo'lgan har bir inson davlat tomonidan tatbiq qilinayotgan tuzumni tayanchlar nimalardan iborat bo'lganligini va o'sha tayanchlar ham Alloh taolo tomonidan shar'iy hukm ekanligini bilish kerak. Shundagina har bir musulmonman degan odam o'zini ustidagi uni himoya qilgan, ba'zan uning uchun ona vazifasini bajaradi. Hamma narsadan, dushmandan ham, jinoyatlardan ham saqlab, himoya qilib, parvarishlab, Alloh taologa salomat qalb bilan, pokiza qalb bilan borishligiga sharoit yaratib beradigan o'sha davlatni bitta tayanchi sifatida o'zini ko'radi. Bu davlat bilan u hamjihatlikda harakat qiladigan, o'rtadagi bir ko'prik vazifasini bajaradigan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni davlatga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Nimaga desa, ana o'sha davlatning tuzumni tatbiq qilishdagi tayanchlari haqidagi narsalar ham Alloh taoloning hukmlari. Mana bu hukmlarni buzgan odam u davlat tomonidan buziladimi yoki fuqarolar tomonidan buziladimi, bu jinoyat hisoblanadi. Har bir musulmon shaxs mana bu narsani bilishligi bilan davlatning tuzum tatbiq qilishdagi tayanchlariga nisbatan o'zini e'tirozini, noroziligini yoki isyonini ko'rsatmaydi. Nimaga desa, buni jinoyat deb hisoblaydi. Mana bu jinoyatni Allohga yo'liqishlik oqibati jahannam bo'lishini biladi. O'z-o'zidan musulmonlar bilan davlatning o'rtasida nima bo'ladi? Ko'prik paydo bo'ladi. Bir-biriga nisbatan mehr muhabbat paydo bo'ladi. Shuning uchun ham har bir musulmon shaxs mana bu narsalarni bilish kerak. Buni bilishligi zarur. Inshaalloh tuzum tatbiq qilish, ya'ni islom mabdasida davlat tomonidan tuzum tatbiq qilish tayanchlari nimalardan iborat, nechta va ular nimalardan iborat, bularning tafsilotlari, uning shar'iy va siyosiy jihatlari haqida nasib qilsa keyingi darsligimizda ko'rib chiqamiz. Bugungi darsligimiz birodarlar mana shulardan iborat. Vaqtingizni ajratib mana bu narsalarga kelib o'tirib eshitganinglar uchun Alloh taolo sizlarga o'zi rozi bo'ladigan ajr mukofotlar bilan sizlarni xursand qilsin. Har bir ishning avvalo oxirida Allohga hamd aytib, Rasulga salovat aytib boshlaymiz, tugatamiz. Bugungi suhbatimizni ham Allohga hamd va Rasuliga salovat aytish bilan tugatamiz. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulihi sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allohumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم عجلنا دولة الحق، دولة القرآن، دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة واجعلنا من جنودها الصادقين. Parvardigoro, bu davlatni qoyim bo'lishligida, shariat hukmlarining hayotga qaytishligida bizlarni ham sababchilardan, hissadorlardan qilgin Parvardigorim. Bizlarning gunoh va xatolarimiz sababli nusratning kechiktirib qo'ymagin Parvardigor olam. O'zing bizlarga nusratning tezlashtirib bergin va bizlarni nusratingga loyiq bandalaringdan qilgin. Allohim o'zing va'da qilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bashorat qilgan payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi Roshid xalifalik davlatni qoyim qilib berishliging bilan G'azo xalqini, Sharqiy Turkistondagi Myanma musulmonlarini, butun dunyodagi mo'min va mo'minalarni, mazlum va mazlumalarni, zolimlarni zulmidan, zindonlardagi iskanjalardan o'zing xalos qilgin Parvardigorim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.